Assalomu alaykum. Biz hozir Surxondaryo viloyat Jarqo'rg'on tuman Xo'jaqishloq mahallasida joylashgan 359-kontur dala ekin maydonida turibmiz. Bu yerda bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida 10 gektar yer maydon hududiga Farova F1 nomli karam ekinimiz yetishtirilmoqda. Bu karam ekinimizni yetishtirishimizda 2024-yilda Biznes rivojlantirish banki Jarqo'rg'on tuman bank xizmatlari markazi hamda tadbirkorlarimiz hamkorligi asosida loyihalashtirilgan bo'lib, karam ekinlarimiz hozirda pishib yetilish jarayonida bo'lib turibdi. Har bir gektariga 50 tonnadan, umumiy 10 gektarda esa 500 tonnani eksportga rejalashtirmoqdamiz. Bu karam navimizni pishib yetishtirishida zamonaviy agrotexnik ishlar olib borilgan hamda tabiiy va mineral oziqlantirish usullari yordamida pishib yetishtirilmoqda.